Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. 30-may Mirtemir tavalludining 115 yilligi munosabati bilan men sizlarga Turkiy adabiyot durdonalaridan Mirtemir kitobini bibliografik tavsif qilib bermoqchiman. Mirtemir, matn, nazm, to'plovchi G'ayrat Majid. Toshkent, O'zbekiston nashriyoti 2012-yil 296 betdan iborat. 20-100 yillikda o'zbek adabiyoti taraqqiyotining yangi bosqichiga ko'tarildi. Ana shunday ijodkorlardan biri ajoyib shoir Mirtemir edi. U G'afur G'ulom, Oybek, Hamid Olimjon kabi yetuk so'z ustalari bilan bir safda turib ijod qildi. Mirtemir ham milliy adabiyotimizdagi o'zining munosib hissasini qo'shdi. Uning qator asarlari mumtozlik darajasiga ko'tarildi. Mana shoirning tiniq va jarangdor ovozidan quloq tutaylik. Qo'shiqlarim siz uchun hijolatlik emasman. Siz o'tgan yo'llarimsiz, kechgan daryolarimsiz. Sizni men oltinga ham, kumushga ham bermasman. Siz mening tansiq g'aznam, ezgu daryolarimsiz. Bu satrlar garchi o'tgan asrning 20-yillarida yozilgan bo'lsa-da, hamon o'z jarangini yo'qotgani yo'q. Mustaqillik yillarida Mirtemirni xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlanib, buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Ushbu kitob siz aziz kitobxonlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markazimizga kelib olib o'qishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.